Hammaga salom do'stlar, mening ismim Flarix va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun men bilan birgalikda mana bu politsiyachi salom va biz tiqilib qoldik. Odamxo'r jitillar uyida. Bizda hech narsa yo'q. Biz o'tgan videoda ulardan birini o'ldirdik va endi kutyapmiz. Akasi qachon kelarkin? Ha, ular aka-uka qotillar. Odamlarni yeyishadi, odamxo'r jitillar. Ha, nima qilamiz endi bilmadik, lekin umid qilamizki, hammasi yaxshi bo'ladi. Sizlar esa kanalga like bosib, videoga obuna bo'linglar. Ha, menimcha teskarisi bo'ladi. Menga farqi yo'q. Hoy, men keldim. Ukam qani? Tashqariga chiqib ketgandi. Ha, shunaqami? Undan tashqari bizda hojatxona tiqilib qoldi. Qaysing buncha katta chichding? Ha, mana bu politsiyachi. Hey, hozir ko'rib beraman. Qani? Ahmoqmisan? Ukam o'ldimi? Ukam, davay, uruni. Hop, ma. Yes, biz yutdik. Ha, kalitni top endi. Hozir titkilab ko'raman-da. Bo'ldi, kalit topildi. Qadrli obunachilar, endi ketamizmi? Ha, ketamiz olg'a. Xo'sh, endi buni mana bu yerga qo'yamiz va olg'a. Stop, men narsalarimni olishim kerak. Narsalarim o'z joyida turibdi, yaxshi. Janob politsiyachi meni qotillik uchun qamashmaydimi ish qilib? Yo'q, xavotir olma, men senga yordam beraman, tanish bilish qilib yuboramiz. Katta rahmat. Bo'ldi, bu yerdan ketamiz endi. Menimcha bizni ancha uzoqqa olib kelib qo'yishgan bo'lsa kerak. Chin ursa, men bu yerlarni bilmayman. Qanday qishloqqa qaytaman? Hayronman. Telefonim ham zaryadi qolmagandi, chunki bizni ushlashgan vaqtida shundoq ham zaryadi kam edi. Endi nima qilsam ekan? Bu yerda bizni ushlashgan joy, bu yerda esa shunchaki o'rmon. Xo'sh. Mana bu yerda qanaqadir g'orni ko'ryapman. Shu yoqqa kirsamkin? Ha, shu yerga kirarmiz balki. Bilmasam, lekin bu yer juda ham kichkinada. To'g'ri, suv ham bor ekan. Mayli. Boshqa birorni o'ylab topamiz. Ketdik. Tak. Xo'sh. Opa, mana bu yerda botqoqlik bor ekan. Ha, yomon emas. Lekin nam bu yerlar. Ha, ammo ovqat ham ko'p bo'ladi. Buni qarang, qancha sigirlar. Davay sigir ovlaymiz. Hozir do'stlar, sizlar esa kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki 2000 ta obunachi bo'lsak juda ham zo'r video chiqadi. Ha, birga chiqaramiz. Xo'sh, qani endi mana bularning hammasini o'taylikchi bu yerdan. Bo'ldi. Yaxshi, ketdik. Ha, do'stlar, mana yana bitta sigirni o'ldirdim. Yaxshi. Davay, menga ber, men ularni uraman. Nima, siz ura olasizmi? Sizni qo'lingiz qonagan-ku. O'sha o'tib ketdi. Yaxshi, qani. Hozir beraman. Masalan, qani mana bunisini olg'a. Hozir mana. Yomon emas rostdan ham. Ko'rdingmi? Ha, qoyil. Nima qilamiz bu yerda? Birinchi navbatda menimcha uy qurganimiz ma'qul. Mana bularni ham uring. Mana, hozir davay, sen menga ko'rsatmay o'shlarni uraveraman. Men esa terib olaman go'shtlarni. Ha, keyin esa pishiramiz. Steak. Ha, shunday qilsak zo'r bo'ladi. Bizni bu yerdan o'zi qutqarib ketisharmikin? Bilmasam, menimcha yo'q. Jin ursin. Agarda ana ularni izga tushsa, axir ular 3 ta aka edi. 3 ta. Ha, yana bitta aqldan ozgani bor edi. Ana shuni ham tutishsa, agar o'shani tutishsa, bizning oldimizga kelishlari mumkin. Ha. Shuning uchun ham uncha uzoqqa ketmaslik kerak-da. Jin ursin, men yiqilib tushdim. Ehtiyot bo'l-da. Hop, harakat qilaman. Yana sen o'lib qolsang men nima qilaman? Shuni ayting bir o'zingiz yirtiq qo'lingiz bilan. Yo'q, qo'lim yirtiq emas, yaraydi. Shunaqami? Ha, endi esa hammasi yaxshi. Hop, qoyil. Tak, qani mana bularni olaylikchi. O'zi qurishni bilasanmi? Ha, bilaman. Hozir qurib tashlaymiz, xo'pmi? Xo'p. Mana buni chopishimiz kerak, bizga ko'p daraxt kerak bo'ladi. Masalan 32 ta, yarim stak. Ha, undan ham ko'p bo'lishi mumkin, chunki bizga birinchi navbatda doskalar ham kerak bo'ladi. Shu yerda yashaymizmi? Ha, boshqa ilojimiz ham yo'q-da. Mayli. Xo'sh, mana bu yerlarni sindirishimiz kerak. Mana buni ham sindirib, mana buni hammasini. Da. Mana bularni sindirishimiz kerak. Nimaga sen bunaqa g'alati gapirasan? Qanaqasiga g'alati gapiraman? Men bilmadim, qandaydir ezmami, mijg'ov gapirishing. Bilmasam, men endi shunday tug'ilganman-da. Nima endi shuning uchun ham meni ustimdan kulish kerakmi? Yo'q, aslo shunchaki aytyapman-da. Ha, mayli. Xafa bo'lmaymi sen? Yo'q, xafa bo'lganim yo'q. Endi yoshligimda shu gapni eshitib kelganman. Mayli, endi siz ham tirik qolamiz birga desak. Yo'q, men shunchaki hazillashib aytyapman. Ha, mayli. Sen xafa bo'lmada yana, tushundingmi? Xo'p. Shu bu yoqqa va bu yerlarni tozalab tashlash kerak. Qani edi? Mana bo'ldi. Endi bizda eshiklar bor. Eshiklarni o'yin kattaligini qancha qilsamkin? Bilmasam, ikkitadan deraza bo'lsa bo'ldi bitta devorda. Xo'p, mayli, tushunarli. Razmerlarni tushunganday bo'ldim. 6 ta bo'lish kerak, shundaymi? Ha, ikkitadan bo'lsa o'rtada va bilmasam. Ha, yomon. Menimcha 5 tasi yetsa kerak unda. 5 ta o'rtasida ikkitadan deraza bo'ladimi? Ha, 1, 2, 3, 4, 5. Ha, bo'ladi. 5 tadan qilishimiz kerak. 5 bo'ladi hozir. Menimcha qaqariz 5 ta bo'ldi, yo'q. Ha, bo'lib qolgandir. Bo'pti. Qila qol, ko'raman-da. Hop, hozir hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylaymanki sizga yoqadi.
Xo'sh, mana bu yerlarni ham ochishimiz kerak. Uyimiz juda ham oddiy bo'lib qolmaydimi? Bilmasam tomni chiroyliroq qilishga harakat qilaman. Aha. Tak, bu yerlarni ham ochishimiz kerak va bo'ldi. Go'sht bizga juda ham ko'p go'sht kerak bo'ladi. Kim bilsin bu yerda qish qanday bo'ladi. Aytgancha rostdan hali yaqinda sovuq tushadi. Shuda, bilmadim qanday tirik qolamiz. Ish qilib tirik qola olsak bo'lgani. O'ylaymanki tirik qolish qo'limizdan keladi, chunki biz kuchlimiz va topib kelishsa bo'lganda bizni. Shuning uchun ham uzoq ketmaslik kerak edi aslida. Ana u aqldan ozgan akasi yoki ukasimidi bilmadim. Xullas, ular 3 ta edi, ular 3 ta odamxo'rlar. Bittasi aqlli, bittasi to'poy, dalbayob, yana bittasi shunchaki nima desam ekan, aqldan ozgan. Tushunarli. Ularni politsiya topsa bo'lgani. Jasadlarni topadi. Yana anavi aqldan ozganini. Shoshmangchi. Reja qilsakchi. Qanaqangi reja? Aytish shu yerdan. Xullas, menda bir reja bor. Qanaqangi reja ekan? U juda ham zo'r reja. Xo'sh, agarda biz o'sha yerga, ya'ni hozir bizni olib chiqishgan joyga qaytsak, qaysi joyga? Bizni ushlab turishdi qamoqxonada, g'orning ichidagi. Va ana bu kelishini kutsak. Kim? Aqldan ozgan rejal. Va uni majburlasak, bizga ko'rsat qishloq qayerda deb. Shunday qilsak bo'ladi. Menga yoqdi ideyang. Lekin yerga qaytishimizga to'g'ri keladi. Ammo juda ham kuchli. Menga qarshi aynan o'shani qo'yishgandi, chunki aqlli ham, mana bu to'ppoy ham menga kuch yetmasdi. Faqatgina o'sha aqldan ozgan, u juda ham odamdan ham ortiq kuchga ega. Odamdan ham ortiq? 5 ta 6 ta odamdan ham ortiq kuchga ega. Yo'q, u jamoadagi kuch. Aql uchun o'sha birinchi hozir biz o'ldirganimiz bugunda javob beradi. Undan avval birinchi o'ldirganimiz esa shunchaki to'ppoy, uni oddiy ishlarga qoldirishadi. Masalan, qorovullik. Tushunarli. Shunga biz juda ham o'zimizni yomon tutsak, xo'sh, qamoqxonaning ichiga kirib olib qaytib, ana bu aqldan ozganni yana ham battar aqldan ozdirishimiz mumkin va u bizga zarar yetkazmagan holda, xo'sh, o'ziga zarar yetkazadi. Qanaqasiga? Masalan, uni ishontirishimiz mumkinki, akalari uni deb halok bo'lganiga. Yo'qi. Xo'sh, biz uni aldab-suldab bizni qishloqqa olib borishiga majbur qilamiz. Qanaqasiga? Masalan, aytamiz, akang bizga aytdi deb. Ishonarmikin? Agar shunchaki tashqarida o'tirsak, ishonadi-da, o'ldirib qo'ymadimikin deb o'ylamaydi-ku, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Balki shunday qilarmiz rostdan ham. Kel, 1-2 kun shu yerda kutamiz, chunki birdaniga yugurib kelmasligi aniq, lekin ancha vaqt o'tsa, yugurib keladi. To'g'ri. Mana shu uyga aldab olib kelishimiz ham mumkin. Bu ichida tuzoq quribmi deysan? Yo'q, bu ham yaxshi g'oya. Ko'rdingmi, faqat sen o'ylagandan keyin sendan yaxshi g'oyalar chiqadimi? Yo'q, siz endi politsiyachisiz, sizdan ham albatta zo'r g'oyalar chiqadi-da. Shunday-da. Shuning uchun ham men bilan ko'p o'ynashma bola. Xo'p. Mana hozir mana bularni sindirib olay. Uyimiz deyarli tayyor bo'ldi. Shu yerda yashashimiz mumkin. Toki anavi aqldan ozgan reja kelguncha. Uni laqabi bilasanmi nima? Nima? Crazy. Zo'r. Menga yoqdi bu laqab. Yana nima deysan? Jin ursin, yiqilib tushdim. Men ham. Nima qilamiz endi? Chiqish kerak. Menda yer bloklar bor, shular bilan chiqishga harakat qilamiz hozir. Qani edi mana. Xo'sh, qani qo'yishimiz kerak. Qaysi tarafdan chiqish osonroq bo'lar ekan? Shu uyimizning yonidagi chuqurni o'zing yopib tashlasang bo'lmaydimi? Hozir chiqaylik, yer ortib qolsa yopib tashlayman. Davay, shunday qil, lekin juda ham yaxshi ish qilgan bo'larding. Albatta yashab qolmaymiz, lekin baribir ham qulaylik uchun-da. Hozir. Qani edi? Tak, mana bu yerdan hozir yopib tashlaymiz. 1 2 3 4 5. Tak, yaxshi. Mana yopdik. Bo'ldi, endi bu yerdan yiqilmasa kerak, lekin daraxtni mana bu ko'chatlari ham juda ham ko'payib ketdimi? Bularni ham ekib qo'ya qolaylik. Butun mana shu chuqurni ham aytgancha yopishimiz mumkin, shunda zo'r bo'ladi. Ya'ni boshqalar yiqilmaydi. Tagiga kovlab qo'ysa-chi? Rostdan ham shuning uchun ham ochiq turgan ma'qul. O'zimiz yonimizdagi yopiq bo'lsa bo'lgan. Qolganlarni ham ekib tashlash ko'chatlarni bo'ldimi? Endi esa tomni quramiz, keyin esa derazalarni ochaman. Derazalar ko'proq bo'lsin-da, men shunchaki ko'rib turishim kerak. Kim yonimizga kelyapti, kim ketyapti, tushunyapsanmi meni? Xo'sh. Endi esa tomni hozir uchburchak qilamiz. Minecraftda uchburchak bo'lishi mumkin emas. Yo'q, albatta kvadratlardan uchburchak qilamiz-da. Kvadratlardan, unda mayli. Uni bolta bilan chopadilar-da. Uzr kechirasiz. Hayajonlandim-da. Hayajonlanma. Men seni yoningda ekanman, senga hech narsa xavf solmaydi. Yo'q, mayli, qo'yil. Agarda meni qo'lim yirtiq bo'lmaganda, boya aytgandek-ku yara deb. Yara bo'lmaganda men o'zim mana bu aqldan ozganini ham yo'q qilardim. Shunchaki uni kuchi odamnikidan baland bo'lgani uchun, kuchim yetmadi. Qo'limni ham tishlab olsa bo'ladimi, ahmoq. Men o'ylamagandim bunday bo'ladi deb. Yomon.
hech bo'lmasa qo'lingizni tishlab olibdi, boshqa joyingizni emas. Juda ham kulgili, juda ham kulgili. Xo'p, mayli, boshqa hazil qilmayman. Shunday qilganing ma'qul, juda ham, lekin yaxshi ish qilgan bo'larding-da. Xo'p, mana yopib qo'ydim. Endi esa derazalarni ochayman. Da, derazalarda siz qanday yashaymiz? Xo'p, mana bunisini ochdim. Ha, mana ikkitadan chiqdi, ko'rdingizmi? Qoyil. Men senga tan berdim, brat. Brat. Ha, istasang boshqachasiga chaqirishim mumkin. Ismi bilan chaqiravering. Isming nima edi? Flarixmi? Ha, Flarix. Qayerdan olgan bo'lsam? Bilmasam, shunchaki bilmadim bu ism qayerdan kelgan. Ha, qiziq. Men eslolmayapman. O'tmishing? Ha, men bu qishloqqa kelguncha menimcha quruvchi bo'lganman, lekin qayerda ishlaganman quruvchi bo'lib? Ya'ni bilmasam, shunchaki Minecraft youtuber bo'lsam kerak-da. Ha, to'g'ri. Hozir bunaqalar ko'payib ketgan. Tak, hamma narsa tayyor. Endi esa hozir bizga kerak bo'ladi. Mana bu yonimizdagi derazani ham yopishimiz uchun bizga kalitka emas. Yo'q, bu kalitka bizga zabor kerak. Zaborni qayerdan olasan? Versak desamiz. Bu yaxshi. Rostdan ham quruvchimisan? Ha, yomon emas. Tak, mana bu yerda zo'rnasi topdim. Nima topdingiz? Hech narsa. Qanaqasiga? Yo'q, shunchaki tosh ekan. Tosh? Ha, men esa olmos deb o'ylabman. Olmos? Ha. Bunday baland joyda olmos bo'lmaydi. Yer tagiga shaxtaga tushish kerak. Ha, endi nima qilay? Ko'zim ko'rmay qoladi-da. Mana bu quyoshdan защита qiladigan ko'zoynagingizni yeching unda. O'ylab ko'raman. Ha, endi esa bu yerdan chiqib olsak bo'lgani. Juda ham uzoqmiz qishloqdan. Bu gaping to'g'ri. Endi nima qilamiz? Shunchaki tirik qolamiz. Ha, afsus.